Sevib makta chiqdi. O'zim O'zingiz ishlamasangiz ishlamagan, darsdan keyin ularga o'rgatdingiz, dars qilishni o'rgatdingiz, yordam berdingiz. Hozir siz bu yoqdasiz, ular 3 ta sotuv bugun qildi. 3 ta sotuv qildi. Hali kech bo'lgani yo'q lekin. Rezultat xodimlarning ko'zi yonishi boshqacha. Xodimlarning ko'zi yonib ishlashni boshladi. Bir, yaxshi. Ikkinchisi 20-sentyabrga 9-coachinda oxiriga biz target yo'qishni ko'rsatib qo'yganimizdan keyin bir oyga 5 ta 6 ta tovar sotaydik. Hozir 23 haftaning ichiga 20 kun ichiga 30 ta sotdik. Bitta qarsanglar bomba. Zo'r. Sotuv bo'limiga ro'p oldingiz. Ro'pga A nuqta B nuqtani qo'ydingiz. O'ziga qo'ydim. O'zim boshqacha ishlardi, hozir yana haqiqatan ishga uje fikri boshqacha. Даже kechasi ham 12 gacha ishlayapti. Oldin o'z vaqtida ketgan, hozir 8-9 ga ishlaydi. Kech qoladi ham, masalan 8 da ish boshlansa 8:30, 8:20 da keladi, hozir oldinroq kelyapti, 7 da kelib 11-12 gacha ishlayapti. Zo'r case bu o'rtoqlar. 10-darsda sotuvchi oldim, o'zim ukamni. Sotuvchi olgandan keyin aniq sifralarim yo'q edi. Hozir bu oy to'liq hisob-kitob bo'ldi va o'zimcha plus minus 10 ming deb yurdim. 12 ming оборот qildik bir oyda. O'sam 21 tadan ko'p bo'ldi bir haftani o'zida. Operatsiyalarim To'ys 2 barobar oshdi. 3 barobar oshgan bo'ladi. 3 barobar oshdi. Yangi aptekamizga sistemani o'rnatdik. Sistema. Kirim chiqim qoldi, hammasi uji bor. Kecha kirgizdim, tovarlarni kirgizdim. Siz butun Qirg'izistonga 7 oblastga tovar tarqatasiz. 2 yildan beri. 2 yildan beri. Litsenziyam bor.